Toshkent shahar Yashnobod tumani Behizor mahallida navbatdagi kottejimizga keldik. Bu kottejlarimiz ikkita dona qolgan, qolganlari sotilgan. Bir sutu 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chalari keng, bemalol mashina olib kirsa bo'ladi. Darvozalari avtomatik tarzda ochilib yopiladigan. Bu yerga mana bemalol bitta mashina sig'adi. Xo'p, bizda kirishimiz. Bu yerda bizda oshxona. Bu yerda bizda hol. Stol qo'yib, televizor qo'yib, choy ichadigan joy qilsalar bo'ladi. Bu yerda bizda orqada havoni shu joy qoldirilgan. Sanuzel. Bu yerda bizda g'alatiski xona. Sanuzel. Bu bizda ikkinchi qavat. Burada boshlaysiz. Bu yerda bizda yana kichkina xona. Bu xona xolasiga detga xona qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yana bitta xona ko'rayotgan bo'lsanglar. Bizda sanuzel. Bu yerda yana bitta xona. Bu yerda mana bitta xonamiz. Bu uyimizga 128 ming so'raymiz.